Bismillah, alhamdulillah. Alloh taologa hamdlar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin. Azizlar, Allohga hamdlar bo'lsinki, mana bugun bir bemorimiz tashrif buyurdi. U kishi salkam necha yil dedingiz xola? Necha yil faol bo'lmaganman dedingiz? 42 yil bo'ldi. 42 yil bo'ldi ya. Alloh oson qilsin. Xolajon, hozir men o'zimni videoga olyapman, siz videoga olmayapman. Bu yerda misol uchun maqsad nima? Maqsad mana shu insonlarni mana shunaqangi folbinlikni, asorati, yomonligini bildirishlik, ko'rsatishlik. O'zi Alloh taolo sehrni ochiqlikdan harom qilib qo'ygan, mumkin emas qilib qo'ygan. Qur'onda kelgan bo'lsa ham, Rasululloh akram sallallohu alayhi va sallam hadislarda ham mana shunaqangi yomonlab qo'ygan bo'lsalar ham, lekin odamlar ko'plar ergishishadi-da. Endi o'zingiz misol uchun 33 yil folbinlik qildim deb aytdingiz-ku. Misol uchun o'zingiz nima deysiz? Misol uchun o'zingiz bir katta tajribada bu 33 yil katta muddatda bu oyijon. Shuni holatida misol uchun o'zi odamlar hozirgi kunda ko'plar sehrgarlarga, folbinlarga borishyapti-yu. Shunaqangi folbinga borgan ayollarga nima deb hal qilasiz? Ular adashgan deb hisoblayman ularni. Alhamdulillah 2 marta Qur'on tasvirini o'qidim. Bolalarni olib bergandim. Keyin hozir Xudoga shukr shu narsalar qaytib, ular adashgan, do'zaxiy bo'lishi mumkin deb o'ylayman. O'zim ham shu do'zaxga qo'ymayin deb shu narsalarni tashlab, mana Xudoga shukr, alhamdulillah Qur'on harflarini o'rganib, o'zimga o'qishni bilyapman. Qur'on kitobini yaqinda oldim. Ustozlarim bor, Xudoga shukr, ustozlardan o'rganib, Alloh taolo ularga nasib qilsa, shu Qur'onni oxirigacha o'qib, xatm etishni nasib qilib. Onaxon boya aytgandek, alhamdulillah mana bu 33 yil qilgan bo'lsangiz ham, shu harom amal qilgan bo'lsangiz ham, alhamdulillah haqiqatan ham mana shu haq yo'lini, iymon yo'lini tanlabsiz. Alloh muborak qilgan bo'lsin. Qanchadan qancha insonlar bor, qanchadan qancha odamlar borki, holi ham ko'zlari ochilishmayapti. Azizlar, nima degan bo'lamiz? Hozir bu ayol aytibdiki, kechalar kelib bosyapman deyapti. Kechalar turli xil holatlar bo'lyapti deyapti. Mana o'zlari ham tasdiqlab turishibdi. Shunday ekanki, bu narsani oxirvoy narsa. Rasululloh akram sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, "Man sahara suhira" deganlar. Ya'ni kimda kim sehr qilsa, sehr qilinadi deganlar. Shunday ekanki, bu narsa xohlaymizmi yo'qmi, o'zi mana shu sehrgarlarni o'zining bir qoidasi bor. Xolajon, uni sizdan bilsangiz kerak. Bir sehrgar bir insonni buyruq asosida sehrlab beradigan bo'lsa, xohlaysizmi yo'qmi, bir uchini narxi shu zakaz bergan odamga bog'lab qo'yadi.